يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz Müslüman kardeşler, Müminlerge Nida namlıq dersimizin bugünkü kısmı أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetlik Müslüman kardeşlerim, Müminlerge Nida dersimizin 18. kısmısı Allah Subhanahu ve Taala'nın Ya eyyühellezine amenuttakullah وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما degan bu sözde bulunur. Aziz kardeşler, Allah Subhanahu ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'deki 90 çağrı arkalık biz mümin Müslümanların Allah'a ibadet kılış, cennetki kiriş, dünyada baxtlik, aziz buluş ve hakiki şereflik bir hayatının yollarının hem sahelerini hem taraflarını 90 nida arkalık Allah o çok bayan vergen idi. Mana bu Allah Subhanahu ve Taala'ga kul buluştan ibaret İslam dininin bütün yollarını bu nida arkalık tefsili yürütüp vergen ve onu bayan vergen. Bugünkü nidada Allah Subhanahu ve Taala yani bizden en mübarek, en şerefli, özü yaxşı görüdüğün sübütümüz iman sübütü bilen bizni çağırdı. Ve bu iman sübütü bilen Allah'ın bizni çağırışı bizge her vakit ey Müslüman bendelerim senin yolunla başka bu hakkını kabul kılmayan insanların yolunun farklı. Senin sübütüyle bu hakikatini kabul kılmayan adamların sübütünün farklı. Senin gayanla bu hakikatini kabul kılmayan hayvan sübütünün insanların farklı. Senin hayattaki vazifanla bu yolunu kabul kılmayan insanların vazifesinin farklı. Sile alahide dünyaya maksat bilen çıkarılgan insanlar sile mana bu sübütünlüğü layık yaşayanlar gerek, bu sübütke layık buluşanlar gerek. Deb Allah Subhanahu ve Taala bütün insanların içinden bu iman etken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb Kur'an-ı Kerim'in özünün hayatlık yolu, desturu, nizamı deb sungan kişilerge Allah Taala yana bu yolun talebi ve takazzası bolgan işlerini bizge ko'rsatishga başladı. Allah Teala bu ayette doğru söz, hak sözünü sözleşinin müminge nispeten ibadet, müminge nispeten adet, müminge nispeten ahlak, müminge nispeten iman sübütünün takazzası ekanligini bayon qilib bermoqchi. Allah
ey müminler deb çakırıp ittaqullah, Allah'ın korkuna dedi. Her vakit bu sözde Allah Teala bir işe buyurmakçı olsun sözleydi o. Ya bir işten tosmakçı olsa onundan Allah Teala yine bu sözde sözleydi. Maksat Allah degen bu isimni anılgan her bir mümin mana onun razılıkını izleydiğin zat Allah idi. Men onun yolunda idim. Mening vazifamni o belgilep berdi. Men hayatımdaki bütün işlerini onundan kabul kılıp alaman. Mening kıladigan her bir işlerimning çek çigirisi ve hududunu o belgilep berdi. Hesap onun kolunda, mukafat onun kolunda, ceza onun kolunda, azap onun kolunda. Bütün hayatta onun gücü yetmeydiğen, onun tedbirinin astığı kirmeydiğen, onun igidaçılıkta bulmayan hiç kandak bir nesi yok. Men aşu yaratkan tağ, yaratkan taş, yaratkan asman, zemin ve bütün kainatın içindeki en küçük bir mahluk bulup en Rabbim şunun içinden beni alaydı kallıdı. Meni o çakırıvatıdı o diyen bir tuygunu Müslümanın vücudundaki bu tuygunu uygutmuş. Küçeytiş ve bu tuygunu tekrar ziyade kalır. Çünkü Allah tövendeki ibadet, tövendeki iş takvalıkla münasebetli, Müslümanın imanına münasebetli, senin la ilahe illallah akidenle münasebetli de Allah Teala aldı bilen bizge xuddi bir iş, muhim işten birge buyurmakta olsak, emese abdan dikkat edelim. Yaxşı isimizde saklayalım. Ma işte kat'i sel karımman da Allah bir cagalamanımız okşaş, tavsiye yapmadığımız okşaş, Allah'ın bir tavsiye yapmadığımız. Allah'ın korkuna degen, kanda buludu kokuş, o çekligen işten yeniş ve buyurgan işlerini kiliş bilen korkuş bulur. Kuruk dava, kuruk şuar, hiç kandak vakitte itibar ve ilinmeyeceğiz buradarlar. Bir adam günüge min kutum Allah'ın korkumen de namaz oku dese Allah'ın korkumen de okumaktı, rozu tutun dese Allah'ın korkumen de tutmaktı, rast gap kılgın dese Allah'ın korkumen de tuttu, amma yalgan gap kılgan olsa bu hesap emez bu. Allah bu yerde takvalık duygumuzni uyg'otgandan keyin vaqulu qawlan sadida. Ey mulla, sizlar haq gap qilinglar. Haq gap qilinglar. To'g'ri gap qilinglar. Ana bu qawlan sadid degan so'zda mufassirlar bir qismisi la ilaha illalloh denglar desa, bir qismisi sizlar har qanday vaqtda rost gap qilinglar deydi. Yeni birisi haq ustiga qurilgan, to'g'ri ustiga qurilgan gapni qilinglar deydi. Bu haq gapning natijasi yuslih lakum a'malakum. Alloh sizlarga amalinglarni isloh yaxshi qiladi. Va sizlarning gunohinglarni kechirim qiladi. Deb bo'lgandan keyin qanday bir kishi Allohga va uning rasuliga bo'ysunsa, o'zini Allohning rasulining askari qilib turib, bandisi qilib turib, mening rahbarim, mening ustozim, mening hayotimga davomli yo'l ko'rsatadigan, yo'l ko'rsatuvchi kishi Allah subhanahu va taolo va uning payg'ambari desa, bu kishi cho'ng maqsadga yetdi, haqiqiy maqsadga yetdi. Mana bugungi darsimizda insonning so'zining ne kadar muhim ve ehemmiyetli ekanligini Allah bayon qiladi. İnsanni bir davlatga o'xshatsa, uning qalbi, yuragi dal o davlatni boshqarib turadigan va o davlatni idora qiladigan shu davlatning raisiga o'xshaydi. Til o davlatning barcha ishlaridagi maydonini, qarishini bayon qiladigan bayonotchisiga o'xshaydi. İnsanning tili, insonning yuragidagi ichki
fikir dunyosidagi butun ishni til orqali bayon qiladi. Inson nima maqsad qildi, nima niyat qildi, nima ish qilg'usi bor, hammani til orqali o'qitadi. Shu tilning o'rni eng muhim. Inson tilini ishlatish, tilini boshqarish, so'ziga ega bo'lish bu hayotdagi muhim amal ibodat bu. Allah subhanahu va taolo bu so'zida insonning so'zi bilan amalini bog'lab, agar sizlar haq so'z, to'g'ri so'z qilsangiz, Alloh amalingizni saqlaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhissalatu vassalamning bunday so'zini bayon qilgan. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu va la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu va la yadkhulu rajulun al-janna la ya'manu jaruhu dawa'iqah. Bir insonning iymonining sog'lom, durust bo'lishi uning qalbining sog'lom, qalbininki durust bo'lishiga bog'liq. Qalbi durust bo'lmasa, uning iymoni sog'lom, iymoni durust bo'lmaydi. Qalbi durust bo'lmaydi, uning tili durust bo'lganga qadar. Uning tili sog'lom, yaxshi so'zlaydigan, yaxshi gaplarni qiladigan, haq gapni qiladigan, to'g'ri gapni qiladigan bo'lmasa, uning qalbi durust va sog'lom bo'lmaydi. Bir inson jannatga kirolmaydi, uning qo'shnilari, birga qo'shnilar bo'lgan qo'shnilari u kishining aziyatlari va u kishining xayr xatarlaridan amin bo'lolmaganga qadar Rasululloh bayon qildi. Demak, sana qo'shning ishini alsa, sendan qo'shning xotirjam bo'la olsa, u sening jannatga kirishingni ochadi. Mana bu yerda Rasululloh iymonni qalbga bog'ladi. Qalbni tilga bog'ladi. Axirda til haq so'zlaydigan, to'g'ri gap qiladigan, rost gap qiladigan bo'lganda insonning qalbi o'ng'ishadi. Insonning qalbi o'ng'ishilgan vaqtda qalb iymonning munbat tuproqasi bo'ladi. Iymon qanday qalbda taraqqiy qiladi desa, rostlik ustiga, rostchilik ustiga, samimiylik ustiga qurilgan qalbda taraqqiy qiladi. O soxtalik, yiligarlik, yolg'onchilik, aldamchilik, urunlashgan va uning joy bergan qalbda iymon va iymonning taqozzolari oynamaydi. İmam Buxoriy va Imom Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda innal abda la yatakallamu bil kalima min saqatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Haqiqatan inson bir og'iz so'zni so'zlaydi, Alloh taolo g'azab qiladigan, Alloh taolo ochiqlaydigan. U kishi o so'zga parvo qilmaydi. Uncha cho'ng ig'ir so'zlabmi o'ltirmaydi. O adam o söz bilen cehennemde düştüdü. Öyle bakama. Bir egin söz, sözlüğüçü, ondan egin söz, ya çok cinayet, ya bunu desem, hatta bir günahkar bulap palamende oylamaydı yok, ama o cehennemde düşüp gidiyordu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bir egin söz bilen insanın cehennemde girip gidiyordu. Allah'ını ve bir egin söz bilen insan cennete gidiyordu. Allah'ını. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kichkina söz. O söz bilen insan mümin buludu. Bir yığın söz bilen haram bo'lgan bir ayol kishini inson o'ziga halol qila oladi. Bir yığın sözü bilen halol bo'lgan o'zining juftini haram qilib oladi. Bir yığın sözü bilen inson jamiyatda shunchalik aziz buludu. Hatta insanın bir eg'iz sözleri evlattan evlatta yütkülüp kişilerinin eg'izida zerbi metal bo'lib turdi. Yani İmam-ı Tirmizi çıkargan hadisida ve inna lemuahazuna bima netekellemu bih
فقال سكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadisinin başında nurgun yaxşı nasihatlarni qilib bo'lgandan keyin tilingni saqlagin, tilingga ega bo'lgin. Milakul amri haza deb butun ishning xulosasi mushu deb tiling turib sen tilingga ega bo'lsang, tilingni boshqara olsang, tilingdan chiqqan so'zni kontrol qila olsang, sen nijot topasan, baxtli bo'lasan, aziz bo'lasan, xursand bo'lasan degan chog'da Muaz roziyallohu anhu biz so'zlagan so'zimiz bilan hisoblanmaymiz dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam tövbe sana. Sakilatga ummuk degan tövbe sana. Anang yig'lab qolsin. Odamlarni davzahqa yuzlaricha yoki tumushigacha dedimi, faqatlam ularning tillaridan iborat o'g'oqlar tashlab o'tadi dedi. Chunki tilni Payg'ambar alayhissalatu vassalam insonning amalini, martabasini, o'rnini hammani bekor qilib o'tadigan, buzib o'tadigan bir saymonga o'xshab ketadi. Demak, til bu kadar insonning hayotiga ta'sir ko'rsatdi ekan, islom albatta til haqida jiq so'zladi va nurg'un ko'rsatmalarni ko'rsatdi. Bayon qildi. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam meyyedmenli beyne lihyeyhi edmen lahul cennet. Handa bir kişi iki sakal arasını yani burutu bilen sakalı arasını iki levnin arasını saklıyor alırsa, şunun kefillik kılı alırsa saklayıverler. Ben onun cennetke kefillik kılı ben de dedi bu adam. Bugün özünün tili arkalık beşidin ketavatkan, beşidin ayrılıp kalgan, tili arkalık yüzleri tökülüp ketken, tili arkalık cemiyetteki ornudun ayrılıp kalgan, tili arkalık eğir cezalıp kalgan, nurgun vakaliklerini göremeyiz. Oylarsak göremeyiz. Şuna bu insanın tili bu kadar mühim. Bu til azası insanı ya mümin kılıdı, ya kafir kılıdı, ya cennetke akiridi, ya davzakka akiridi. İnsan til arkalı hürmetke erişidi, ya ki hürmetten düşüp gididi buralarlar. Şuna Müslüman insan özünün tilini başkuruşka igi bolğandan sirt, menin sözüm, menin tilimden çıkan her bir söz ya ibadet buludu iken, ya cinayet buludu iken, ya ki azgınlık buludu iken, ya ki hidayet buludu iken, tilimden çıkan her bir söz meni ya nicatlıklar iştirir iken, ya ki halek kılıdı iken de biliş lazım. İnsan bana bu sözünü amel katardan sanıya algan çağda o nicat tapıdı. Devamlı amel kılsak, cennetke gittik, amel kılsak bo'ldi. Bir mu'minning amal qilsak bo'libdi degan soatida o'zining tilini boshqarishga, tiliga ega bo'lishga boshlagan minut ana u haqiqiy amal qilishga boshlagan minut. Allah subhanahu va taala yana bir oyatda daraballohu masalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba أثلها ثابت وفرعها بالسماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Allah subhanahu wa ta'ala yaxşı sözge, yani sözünü La ilahe illallah degan sözünü bir yaxşı daraxtga misal qildi. O daraxtning tegi mustahkam, yildizi mustahkam, asasi mustahkam, uning shexi osmonda. Chunki daraxtning qancha yildizi cho'nqir bo'lsa, o daraxt shuncha ko'playdi, ulg'aydi. O daraxt cho'ngiydi. O daraxt her vakit kışta, yazda, yağmurda, boranda, her qanday vaqtda meyve beradi Rabbimiz bilen. Ve buzuk söz, yani küfür sözünü Allah buzuk söz dedi. Şirk sözünü buzuk söz dedi. Naçar söz. Hep Allah bayan kıldı. Bana bu sözünü bir tigi yok,
keşeceratul habise yıldızı yok. Daraxtga o'xshatdi Alloh taolo misol bayon qildi. Bu daraxt zaminning yuzidan yulib o'tilgan. Yerning tagiga kiramagan, tuproqning tagiga yıldız solinmagan daraxtni misol qildi. Bu daraxtga urilish yo'q. Demakki Alloh bu yerda ikki narsa bayon qiladi birodarlar. Haqiqatning yıldızi cho'nqur, haqiqatning asosi mustahkam. Haqiqat bu zaminga yerlashgan. Batil o zaminning yuzini aylaydigan. Uning yıldızi, uning asosi tuproqqa sinib kirmagan. U muqim nishanmaydi, yo'q qiladi deb Alloh subhanahu va taolo mana bu ikkiga bayon qildi. Biz bu haqda darsimizning oxirgi qismida so'zlaymiz. Qarindoshlar, hamda Alloh subhanahu va taolo to'g'ri so'zni qilinglar degan bu oyat karimaga bir qism ulamolar haq so'z dedi. Haq so'z la ilaha illalloh so'zi. Haqiqat degan nima? Qaysi so'z haq so'z bo'ladi desa, haq osmon, zamin va butun maxluqot mavjudotning yaratilishiga, uning tabiatiga sindirib o'tilgan. Shuning bilan bir gavdalashtirib o'tilgan haq so'z. Mana bu haq so'zni so'zlar edi. Alloh Qur'oni Karimda va huvallazi xalaqas samawati val ard bil haqq va yawma yaqulu kun fayakun lahul qawluhul haqq va lahul mulk yawma yunfaqu fis-sur. Buni müşahede Alloh taolo osmonni, zaminni haq bilan yaratdi. Osmon, zamin haq bilan yaratildi, haqning ustiga yaratildi. Allah her qanday narsani qudrati shu qadar kuchlikki, bo'l deydi, u narsa bo'ladi. Allohning so'zi haq, Allohning xos podshohlik. Allohning xos podshohlik. Surga, ya'ni qiyomat kuni insonlarni qayda tirildiriladigan surga kuydalgan kunida deb Alloh bu oyatning og'zida bayon qildi. Demakki, Alloh taolo osmonning yaratilishiga haqli, zaminning yaratilishiga haqli, bütün şeylerin yaratılışına haqni Alloh taolo singdirgan. Shuning uchun osmon yaratilgandan boshlab bugungi kunga qadar, yer shari yaratilgandan boshlab bugungi qadar tog'lar, dengizlar, kecha kunduzlar, oy, quyoshlar yaratilgandan boshlab bugungi qadar buni Alloh men yaratdim, dunyoga men akeldim, uning egisi men boshquraman, uning igidorchiligi, boshqurish huquqi mening qo'limda deb Alloh bayonot qildi. Ammo yer yuzidagi eng ashaddiy, eng haqiqatga inkor qiladigan zolim tog'utlar ta bugungi kunga qadar osmon zaminning, kecha kunduzning, tog' toshlarning, dengiz okeanlarning yaratilganligi haqida fikr bayon qilib, uni biz yaratdik, biz yasadik, uning egisi biz, uni biz boshqara olamiz deb baqmaydi birodarlar. Chunki deyolmaydi uni. Chunki bu osmon zamin la ilaha illalloh, Allohdan boshqa bo'ysunishga tegishli, qul bo'lib yashashga tegishli, ulug'lashga tegishli, jon beralaydigan, jonni vaqtda to'shqanni ep ketalaydigan, hech qanday bir kuch onunla to'solg'ilik qilinmaydigan bir zot Allohdan boshqa yo'q degan bu ma'noni bildirib turadi. Osmonga qaraydi la ilaha illalloh deydi, zaminga qaraydi la ilaha illalloh deydi. Shuna Alloh taolo deydi, sizlar mana bu to'g'ri so'zni danglar, haq so'zni danglar deydi. Chunki musulmon insonning meydani mustahkam, davası to'g'ri bo'lishi lozim. Alloh subhanahu va taolo osmon zaminni haq ustiga yaratganda din islomni ham haq qilib tushirgan. Va din islomdagi bütün buyurgan ishlarni haq, to'sgan ishlarni ham haq. Insonga baxt saodat keladi. Musulmon Qur'on orqali, hadis orqali har qanday vaqtda, har qanday chog'da fikr bayon qilsa, so'zlasa, u davomli haq bo'ladi. Bir mezgil
haq bo'lmagan bilan, ya'ni zolimlarning, tağutlarning qismi, siyosati yoki bir vaqtli qari bulutlarning ta'siri bilan o haq bo'lmagan bilan, ammo o hamon haqqa chiqadi. Haqqa aylanadi va yo'riqlikka chiqadi. Shuna Allah subhanahu va taolaning bu yerdagi so'zi qavlan sadiq degan haq so'z qilinadi. Yana bir turchi ma'lumlar haq degan nima deb bayon qilganda, haq yo'qolmaydigan, o'zgarib ketmaydigan narsa. Botilchi o davrining o'zgarishi bilan o'zgaradigan, azroq vaqtdan keyin yo'qoladigan bu narsa. O botildir. Mana islom diniga qarasak, islom dini 1400 yildan beri bu dinga qarshilik qiladigan, dinni yo'q qilamiz deydigan, dinni to'sab tugitimiz deydigan en kuchli imperiyalidan boshlab davlatlarga qadar nurg'unlagan dushmanlarni başını o'tkazdi. Qur'on chaqirlarni başını o'tkazdi. Ammo din mana bugungi kunga qadar mavjud. Bugun ham islom dini uchun milyonlarcha insonlar o'zining jonini, borlig'ini elib turib islom diniga sodiq qilib isloqlayotdi. Ammo tarixdan beri nurg'un iqlimlar, nurg'unlagan tariqalar, nurg'unlagan davlatlar, nurg'un ideologiyalar, qimmat qarashlar keldi. Ammo ketdi. Qancha tez kelgan bo'lsa, shuncha tez ketdi. Ular desak Yahudi dini bor, Hristiyan dini bor. Bu Yahudi dini, Hristiyan dini umuman asli Alloh subhanahu va taolo tomonidan kelgan, kim o'zgartirib ketgan samoviy din. Shu nomda bor, amaliyotda yo'q. Shuning uchun bu haq o'zgarmaydigan, sabit bo'lganligi uchun islom dini dunyoda eng taraqqiy qiladigan, kuchaydigan din. Biz oldingi darslarimizda deb o'tgan edik, aziz musulmon qarindoshlar, tarixdan beri yer yuzida millati qaysi millat, tili qandoq til, uning coğrafiyadaki joylashgan yeri nerede bo'lsin, ideologiyasi qaysi ideologiyada bo'lsin, mayli Yahudi bo'lsin, mayli Hristiyan, mayli butparast, mayli kommunist bo'lsin, har qanday din, millatlarni o'zaro shunchalik ig'ir ziddiyat bo'lsa-mu, faqat bir narsa bir yerga jug'lay oladi. U narsa nima? Islom dinidan iborat. Qachonki islom bo'ladi ekan, dushman birlashadi. Qachonki haqiqiy la ilaha illalloh ahli bo'ladi ekan, dushman ana shuni yo'q qilg'ili birlashadi. Buni bu o'zimizning tarixiga qarasak bilalaymiz buni. Bir-biri bilan shunchalik dushmanlashgan dushmanlar islomga kelgan vaqtda va musulmonga kelgan vaqtda ular hammasi birlashib ketiglik, bir-birini qo'llab ketiglik. Mana mushunchalar dunyodagi butun kufrlar, zolimlar birlashib turib qarshi turgan din dunyoda eng kuchli ve en tarqalayotgan, uni qabul qilish nisbati shundan keyingi ish berayotgan bir din. Masalan, o'zimizning tarixini misolga olsak, 1 milliarddan ortiq ideologiyasi butunlay islomga qarshi ideyada, %100 islomga qarshi ideyada bo'layotgan bir tajovuzchining qo'lida ya qonunliq maktabi yo'q, madrasasi yo'q, basmaxonasi yo'q, ta'lim, tarbiya, din islomni uyg'unadigan o'rin yo'q holatda 100 yillarcha masjidlari yiqilgan, Qur'onlari ko'ydirilgan, ulamolar o'ldirilgan, har turli zarbalar uchragan bo'lsa-mu, ammo yana bugungi kunda birdan-bir saqlanayotgan narsa bu nima bo'lsa din. Yeni bugungi kunda o düşmanlarni qo'rqitayotgan narsa din va shularni qo'rqitayotgan narsa yana bu dinning ahli bo'lgan musulmonlar.
Şuna bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın hak sözüne devam degeni bu. Bu hak söz dünyada davamlaşadigan söz. Batıl yok oludu. Onun yıldızı yok. Nurgun ideologiyalarni qo'g'digan, onun texnikisi, askeri kuchi dunyoda birinchi darajalik bo'lib ketgan her imperiali dunyoda yo'qoldi. Ideologiyasi birga yo'qoldi. Ammo islom yo'qolmadi. Mana bugun g'arb dunyosiga qarasak, g'arb dunyosida islomga kirish nisbati mayli Yahudi dini, Xristian dini va boshqa har qanday dinlardan yuqori o'rinda turadi. Birinchi uni qabul qilish nisbati yuqori bo'lgan din islom dini. Allah subhanahu wa ta'ala va qulu qawlan sadid. Sizlar to'g'ri gapni qilinglar. U to'g'ri gapni kishilar qabul qiladi. To'g'ri gap kishilarga ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri haq gapni boshqalar anglaydi. Shuna islom dini bu dunyoda mavjud din. Bu dinga ishongan va ergashgan va bu dinni qabul qilib mangan kishilar yana tarixda davomli mavjud bo'ladi. İslamga qarshi chiqqan dushman her zaman yok buldu, yok buludu ve bundan sonra hem yok buludu. Kur'an-ı Kerim'de karayla, Kur'an-ı Kerim dünyada 1 milyar 700 milyondan artık insanın ideolojiye asası. Kişiler Kur'an-ı Kerim'in özümüzün kanun, nizamı kılımız devatıdır. Kur'an olanın hayatlık yolu. Kur'an olanın tasavvur ideya mənbəsi, kıymet barış mənbəsi, ahlak mənbəsi, umumi hayatının mənbəsi. 1400 yıldan beri Kur'an-ı Kerim'e karşı, Kur'an-ı Kerim'de hata, Kur'an batıl, Kur'an doğru emas deydigan ilmi bir hakikat ortaya çıktı mı? Ortada ma'lum. Çünkü Kur'an-ı Kerim hak egisi bo'lgan Allah subhanahu wa ta'ala tarafından yazıladi. Shuning uchun dunyoda Qur'onning yo'liga qanchaki dushmanlar kuchi qarshi tursa, uni yo'q qilamiz deb, xuddi o'tni yog' bilan o'chiramiz deganga o'xshash, mana bu Qur'onga ergashadiganlar kuchi ko'payadi. Kur'an'ın yolunu qabul qiladiganlar ko'payadi va bu haqda mustahkam turadigan kishilar ana shunday ko'payadi. Nemishqa? Chunki bu haq bu. To'g'ri bu. Shuna bu Qur'on va islom dini xuddi qancha dushmanlashgan sira unga qarshi u shuncha kuchaydigan, shuncha uning ergashishini ko'paydigan bir din bu. Mana bugungi yaqinqi yillarda ilm-fan taraqqiyoti insoniyatning eng avvali Odam alayhissalatu vassalamdan tortib bugungi kunga qadar u qadar taraqqiy qilgan eng yuksak pallada turadi. Lekin Qur'oni Karimga qarshi, Qur'oni Karimga zid bo'lgan bir ilmiy haqiqatni isbotlay oladimi? Dunyo e'tirof qiladigan. Isbotlay olmaydi. Kur'an-ı Kerim'ni batılga chiqaradigan ilmiy haqiqatlarni o'tirib chiqay oladimi? Chiqay olmadi. Dunyodagi bugungi Allohning shariati bizga lozim. Allohning dinini biz qo'g'daymiz. Zolimlarga qarshi turamiz degan mana bu avlod musulmonlarning asosi hayot manbasi Qur'oni Kerim. Kishilar butun ideologiyalarni o'zgartdi va uning qo'llovchilarini o'zgartdi. Ammo buni o'zgartirmadi. Musulmonlar qanchaki Qur'onning atrofiga uyushdi, to'plandi, qanchaki haqiqiy sog'lom bo'lgan islomni qabul qildi va uni izlandi, ana ular shunda kuchli, irodasi mustahkam, haqni chin turadigan kishilarga aylandi. Qur'oni Karimdagi Alloh taolo qilgan va'da, va'idlarni bugungi kunda amallashishimi bu Qur'oni Karimning Allohning so'zi ekanligiga haqiqiy dalolat qiladi. Musulmonlar buni obdan biladi. Yani Qur'oni Karim
1400 yılının aldıda asmanını Allah yarattı, zeminini Allah yarattı. Asman zeminin padişahlık hukuku Allah'a has. Bütün insanların padişahlık hukuku Allah'a has. Allah bunun ilgisi dünyada mutlak birden bir ilah var. U bolsun Allah subhanahu ve taala deb bu hakikatni o'tirga qo'ygandan keyin buning ishlaydigan kishilarning oqibatining nijotlik bo'lganligini, buning inkor qilgan kishilarning oqibatining halokatlik bo'lganligini nurgu yana bayon qilgan. Mana bu haqiqat ta bugunga qadar tarixda takrar isbotlanib keldi. Va Qur'oni Karim bergan xabarlar nurg'un qilib amaliyotga chiqdi. Bu mana Qur'on Allohning kalomi ekanligini turadi. Demak, Allah vaqulu qawlan sadid, to'g'ri gap qilinglar degan bu Qur'onning yo'liga qaytib kiringlar, islomning yo'liga qaytib kiringlar. Mushu yo'lga qaytib kelgan chaqanglarda sizning asosingiz mustahkamlanadi, yildizinglar cho'qurlaydi, sizlar haqiqiy quyoshga bir nur bo'lib chaqnaysizlar, sizlar izzatga, hurmatga erishasizlar. Bu tarixiy haqiqat bugungi kundagi ozgina qora bulutlar, qora tumanlar bu hamon yo'qoladi, qolmaydi. Bu vaqtda sizlarning amalinglar, ishinglar o'shiladi. Onunla men kafil, men o'ngshayman deb Alloh subhanahu va taolo bayon qiladi. Bugun qarasak, islomni himoya qiladigan hech qanday bir davlat yo'q. Qur'oni Karimni himoya qiladigan davlat yo'q. Ammo dunyodagi butun davlatlar, zolim, tog'ut davlatlar o'zining davlatini shuncha himoya qilyapti. Uning uchun millionlagan xalqning qoni bilan o'ynashyapti, beshi bilan o'ynashyapti, taqdiri bilan o'ynashyapti. O'zining mavjudligini saqlash uchun millionlagan xalqlarga ziyon solyapti. Uni inson qatori ko'rmayapti. Hatto inson degan bu huquqini ham e'tirof qilmayapti. Xolis o'ldirgan, xolis so'lgan, xolis jazolagan, ammo ana shu qadar insonlarning qini va beshi so'nggi ustiga ko'p chiqqan davlatlar qancha yil, qancha 100 yil davom qilyapti. U yo'qolyapti, ojizlayapti. Bag'al siri u davlat tavrayapti. Uning o'rniga haqning egasi bo'lgan, islomning egasi bo'lgan musulmonlar o'rniga chiqishga kamishlayapti va uning o'rnini shular egallayapti. Bu nimaning alomati? Bu haqning mustahkam bo'ladiganligi, har vaqt meva beradiganligi, botilning yo'qoladiganligi, tugaydiganligidan iborat. Shuningdek, mo'minlarga bu oyatda haq gap qilinglar deyish orqali so'zinglarda haq, da'voyinglarda haq, yo'linglarda haq, g'oyanglarda haq, har bir ishlaringlarda haq ustiga bo'linglar. Ana shu vaqtda sizlar oliy bo'lasizlar, aziz bo'lasizlar, nijot topasizlar, kelgusi sizlarga bo'ladi. Uni shu vaqtda sizlar ahvolingiz o'zgaradi. Yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum. Oxiratda Alloh sizlarning gunohlaringizni kechirib qo'yadi deb Alloh taolo bu yerda bayon qildi. Shu musulmonlar biz har bir so'zimizni ibodat deb bilishimiz lozim. So'zimiz musulmonning ziyniga tegamdi, foydasiga bo'ladi. Bu so'zdan Alloh rozi bo'lamdi yoki rozi bo'lmaydi. Mana inson yanjuqidagi pulni o'ylab xajlaydi. Hech qanday bir inson o'zining iqtisodini xohlagancha sarf qilmaydi, u o'ylab sarf qiladi. Shuning o'xshagan inson o'zining so'ziga ega bo'lib, uni o'ylab chiqarish kerak, o'ylab so'zlash kerak. Xuddi otgan o'q o'xshash birodarlar. Bu gunoh ma'siyatga aylanamdi yoki ibodatga aylanamdi? Bu mening Allohning oldidagi darajamni ustun oliy qilamdi yoki darajamni tushiratamdi? Buni hammani o'ylab ko'rish. Alloh to'g'ri so'zlanglar degan, rost so'zlanglar, haq so'zlanglar deb Alloh bayon qiladi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala
bu oyat karimada bizga musulmonning g'oyasining to'g'ri bo'lishi, nishonining to'g'ri bo'lishini bayon qiladi. Chunki islom har bir la ilaha illalloh degan ishga g'oya ato qiladi. Mening g'oyam yo'q, nishonim yo'q. Bunda ish yo'q. Musulmonning g'oyasi bor, musulmonning nishoni bor. Musulmon shu g'oya nishonga yetish uchun harakat qiladi va shu g'oya nishonni amaliyotga aylantirish uchun har qanday ish qilsa, shuni bog'lab turib qildi. Eng aqallisi oila qursa, bu oilada islomni gullantiradigan, islomni saqlaydigan, Allah subhanahu va taolaning bizni dunyoda o'ziga o'rinbosar qilib akaganligidan iborat bu haqiqatni reallikka chiqaradigan bir avlodlarni yetishtirman, avlodlarni tarbiyalayman, shunda avlodlarni o'zimga meros qoldiraman, bu omonatni ko'taradigan kishilarni tarbiyalayman deb qiladi. Demak, bunda bo'lgan ekan musulmon g'oy nishonlarida bu haq egasi bo'lishi kerak. To'g'ri egasi bo'lishi kerak. O'lim mana hamma narsani tugatadi. Ammo haq o tugamaydi, o yo'qolmaydi. Musulmon agar uning g'oyasi haq bo'lsa, uning g'oyasini u ketib qolsa, avlodlari yoki sabdashlari davom ettiradi. Da'vosi haq bo'lsa, u ketib qolsa, uning sabdashlari davom ettiradi. Shu musulmonlar davom ettiradi. Agar uning qilgan amali haq bo'lsa, uni yana musulmonlar davom ettiradi. Shuning uchun musulmon o'lim bilan tugaydigan, o'lim bilan oyoqlashadigan da'vo, o'lim bilan oyoqlashadigan hayot yo'li, o'lim bilan oyoqlashadigan barcha ishlarni qilmaydi. U avloddan avlodga davom qiladigan bu yo'lni tanlamadı. Musulmonlar qilgan Allohning eng cho'ng ne'mati, aziz birodarlar, islom ne'mati. To'g'ri so'zlanglar, haq so'zlanglar deganning keyinida Alloh subhanahu va taolo yolg'on so'zlamagan. İslamda yolg'on so'zlashga faqat o'rin yo'q. Hech bir yolg'on so'zlashga o'rin bermagan. Yolg'on so'zlashni munofiqning alomati, kufr bilan kufrning, shirkning ko'mriki deb bayon qiladi. Yolg'on so'zlagan kishining qalbida iymon ojizlaydi, aqidasi tavraydi, Allohga bo'lgan muhabbati bag'ansi so'zlashidi. Shu musulmon yolg'ondan yiroq turadi. O musulmonning so'zi ibodat, musulmonning so'zi go'har. Musulmon so'z orqali darsimizning oldinda ya Allohga yaqinlashadi, ya Allohning yiroqlashadi. Ya jannatning yo'lida, ya do'zaxning yo'lida. Shuning uchun musulmon hatto biraz so'rmida manfaatsiz bo'lgan, foydasiz bo'lgan so'zlarni o'qimaydi. Her bir sözünü hikmet bilen kılıdı, her bir sözünü maksat bilen kılıdı, her bir sözünü bir yaxşılıkla buyuruş, ya yamanlıktan tosuş, ya yaxşılıkla vasıta bulunan işlağı bağlap durup kılıdı. Söz yapmayı da söz demeydi o. Allah subhanahu ve teala hak sözüge amallarni isloh qiladi degan buni bayon qilgan bo'lsa, yolg'on so'z sizlarning amalinglarni buzadi, shariftinglarni buzadi, hayotinglarni buzadi. Yolg'on so'z orqali sizlar qadr qimmatdan tushsizlar deb Alloh taolo mana bu yerda bayon qildi. Shu islom ummati haq so'z, la ilaha illalloh so'ziga agashsa, haq so'z, rost so'zlasa, haq so'z İslam'a bağlanıdığan sözünü kılsa, hak söz, hak üstüne müstehkem tutsa, bu galbi kılıdı, bütün milletlerini dünyada yetekleyelim. Çünkü hak hamam üstün buludu. O âli buludu, batıl yok buludu, tügeydi. Tarih bunun en yaxşı şahidi, en yaxşı guvahısı. Allah subhanahu wa ta'ala hemimizi hak sözleyeceğin kişilerden kılsın. Allah hemimizge to'g'ri yo'lga ko'rsatib bersin. Va alhamdulillah rabbil alamin.